Keyingi ishimiz yana diplomat katyol aka. Juda bahaybat. Bu listdan bizning katyoldan bir ikkita chiqsa kerak, ikkita yasasa bo'ladi. To'rga 2 katyolimizni qo'yamiz bu yerga. Bu obyektiga ishimizni ham yakunladik, xudo xolisa. Bu to'rga 2 katyolimiz bo'ladi. Garelkalar yonishni ko'ryapsiz, juda yaxshi. Padachi 5 minutga qolmasdan qo'l ushlab bo'lmaydigan darajaga olib keldi. Bu yerga ham xuddi kran, filtr hamda reduktor qo'yildi. Inshaalloh xudo xolasa ishlarimizni yakunladik. Dimoxod chiqarilgandan keyin loy bilan sovib yubordik, chunki mana 45 gradus chiqqandan keyin sal zazor bo'lib qoldi. O'shani tunka bilan yopib turib, is gaz chiqmaydigan qilib yaxshilab yopdik. Xudo xolasa katyolimiz yaxshi ishlayapti. Endi keyingi obyektlarga yo'l olamiz.